Bu mashinaning narxi 23,5 ming ekan akalar. Bu mashina shu pulga arziydimi ko'rib chiqamiz. Menga birinchi yoqqan narsa akalar lidari. Qaysi 23,5 minglik mashinada lidari bor. Plus bu mashinamiz eng full paket ekan. Tem более 2026-yil zapas hodi 506 km. Kelinglar. Bo'ldi 360 km-gacha bor ekan akalar. Bu yoqda бесключенный доступ. Bitta bosamiz, bo'ldi, ochildi. Ikki qismga keladigan bo'lsa akalar. Qora salon, hammaga yoqadigan salon. O'tirdik akalar, yana zo'r tarafi oldida, ikkita oldida isitish, sovutish sidenada, plus massaj va atamankalari bor. Bu yoqda bo'lsa Face ID bor. 360 kamerasini aniqligini aytmasam akalar. Yana zo'r tarafini aytaymi? Tepadan bitta tushiramiz. Bitta olsa akalar. Panorama plus shtorkasigacha bor ekan akalar. Kolonkalar akustikasi yaxshi. Endi orqa tarafga o'tiramiz. Hop. Qani kelingni aytmaysizlarmi? Mana o'tirib oldik. Narmanni keng, bu yoqda barchalari ham bor ekan. Xullas bu mashinani ko'ryapsizlar 23,5 ming. Sergeli indeksda turibdi. Pastga qalay qo'ng'iroq qilaverasizlar. Garantiyalarigacha bor ekanlar. Salomat bo'lamiz.